Növbetki likseyimizin mavzusu mundaq, hürmetlik vatandaşım. Turan efendi dikkat kılın, endelik soda doğrusu bir sual koygan idiniz. Şu sualınızga bugün bu likseyden cevap çıkıp gelişi mümkün. Hürmetlik Turan efendi dikkat kılın. Prezident Trump'nın hüccetleri. Jungo Amerika oturusida muqarrar urush boludu. Lekin urush Janubiy dengizda emas. Mavzuli xabar 3-ayning 1-kun Vanvit orbitida e'lon qildi. Xabar mundaq boshlanadi. Tunji qatam Davlat Majlisining birlashma yig'inida doklad berganda Prezident Trump kutgandekla Jungoga hujum qildi. O gerçi Jungo'nu bir cümlede. Mesela 2001-yili Jungo Dünya Sog'liq Tashkilotiga a'zo bo'lib kirgandan boshlab biz Amerika 60 ming yurishlik zavodimizni taqadik degan bir jumla bilan Jungoga hujum qildi. Nima shu hujum qildi deymiz buni? Xabar yozuvchi Xitoy ekan, shu hujum qildi debdi. Bu amaliyot so'zlaydigan so'z bu. Dokladda nutq so'zlaydigan so'z bu. Demak, zavod Amerikada 6 ming yurishlik zavod taqalgan ekan, demak bu taqaldi deyish kerak bu. Bunun ma'nosi intayin aniq, deydi xabar yozuvchi. Birinchi, Jungo Dünya Sog'liq Tashkilotida g'alaba qildi. Ikkinchi, Amerika Jungoning Dünya Sog'liq Tashkilotiga kirishining qurboniga aylandi. Demak, Jungo Dünya Sog'liq Tashkilotiga a'zo bo'lib kirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari bu munosabat bilan ziyon tortdi, ya'ni qurbonlik va badal to'ladi. Uchinchi, kechiringlar. Dünya Sog'liq Tashkiloti, kechiring Jungo apandi. Men Prezident Trump bundaq uval qilingan ishqa ma'qul deyolmayman. Demak, bu yerda prezident nima deydi? Bu Amerika uval qilgan ishqa men ma'qul deyolmayman deydi. Prezident Trumpning gapi hozirgacha shu pulni kontrol qilish chempioni degandan boshqa Jungo bilan bo'layotgan o'tirdagi savdo munosabatlarini ta'kidlaganda biz odil savdo qilaylik, prinsip bilan savdo qilaylik, nizom bilan savdo qilaylik deyapti. Boshqa gap yo'q. Nima deydi bu yerda? Uchinchi, kechiringlar. Dünya Sog'liq Tashkiloti. Kechiring Jungo apandi. Men Prezident Trump bundaq uval qilingan ishqa ma'qul deyolmayman. Iqtisodshunaslarning asosli fikr aqimiga qarasang, Amerika Qo'shma Shtatlari Dünya Sog'liq Tashkilotida g'alaba qildi deyishdi. Jungoda ishlangan mahsulot Amerika bozoriga kirdi. Amerikaliklar Jungoning arzon tovar mollaridan bahrlanadi deyishdi. Demak, bu Dünya Sog'liq Tashkilotida Amerika Qo'shma Shtatlarining tutgan o'rni to'g'risida iqtisodshunaslarning fikri shunday ekan. Prezident Trump mundaq bir ishga ta'xir qilib tura olmaydi. O'tgan yili ta'tir farq Amerikada 600 milliard 480 million dollar bo'ldi. Qaltis gapgina. Buning 40%ni Jungo savdosi keltirib chiqadi. Prezident Trump zarb berish kerak. Xanjarni Jungoga tanglishi kerak. Undaq bo'lsa Dünya Sog'liq Tashkilotini bir tepik bilan tepib o'tish kerak. Bu xabar yozuvchining tahlili. Chet el matbuotlaridan xabar qilishicha, oshkorlangan hujjatga asoslanganda Prezident Trump qat'iy bir niyatga kelgan. Dünya Sog'liq Tashkiloti hukm qilgan hukmnoma Amerikaga foydasiz bo'ladi ekan, Amerika Qo'shma Shtatlari buniga parvo qilmaydigan pozitsiya bilan muomala qilish lozim. Jungo bilan Amerika o'rtasida muqarrar urush bo'ladi. Lekin bu urush Janubiy dengizda emas, savdo sohasida urush bo'ladi. Pul muomala gazeti mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump hukumati Davlat Majlisiga bergan dokladida Prezident Trumpning amaldorlari intayin qattiq so'z iboralarni ishlatib, Dünya Sog'liq Tashkilotiga hujum qildi. Chunki bu yer shari xarakterli sistema Dünya Sog'liq Tashkiloti Amerika ishchilarining manfaatini qurbon qilish badaliga foyda manfaatni Jungoga olib ketdi. Demak, Dünya Sog'liq Tashkiloti degan bu narsa Amerika ishchilarining shaqini yoki foydasiga ziyon solib, bu foydani Jungoga olib ketdi. Doklad mundaq deyildi. Amerika Qo'shma Shtatlari mustaqillik erishgandan boshlab bir nuqta bizning davlatimizning negizlik prinsipi bo'lib keldi. Ya'ni Amerika fuqarolari Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati tuzgan qonun nizomnomalariga amal qiladi.
Bu prensip Amerika'da, Amerika Qo'shma Shtatlar hukumat tuzgan, Kongress tuzgan qonunga va nizomnomalarga amal qiladi. Chet el hukumatlari va xalqaro organlar chiqargan qaror normalarga amal qilmaydi. Shuning uchun savdo siyosati masalasida Prezident Trump hukumati Amerika Qo'shma Shtatlarining egilik huquqini faol qo'llaydi, qo'g'daydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining egilik huquqini savdo tijorat sohasida faol qo'g'daydi. Bu sistem Dunyo savdo tashkiloti sistemasi kishilarning umidini yerda qo'ydi. Sonliq ma'lumotlar ko'rsatdiki, navbatda yer shari savdo sistemasi bozor prinsiplariga amal qilmaydigan Jungoning g'oyat zo'r iqtisodiga foydali bo'lib keldi. Amerikaga o'xshash bozorni asos qilgan kapitalistik davlatlar o'tgan 16 yil ichida qiyin ahvolda qoldi. Qanday savdo bu? Amerika Qo'shma Shtatlarining bundan keyin Dunyo savdo tashkiloti foydasi qanday bo'ladi? Birinchi, Amerika Qo'shma Shtatlari egilik huquqli davlat. Dunyo savdo tashkiloti Amerika Qo'shma Shtatlariga buyruqbozlik qila olmaydi. Dunyo savdo tashkiloti Amerika Qo'shma Shtatlariga buyruqbozlik qila olmaydi. Amerikaga foydali bo'lgan qarorlarni Amerika Qo'shma Shtatlari ijro qiladi. Foydasiz bo'lganlarga Amerika Qo'shma Shtatlari pisand qilmaydi. Demek bizim sözləşdiyimiz hörmətli Turan efendi, hörmətli vətəndaşlarım, Amerika Qo'shma Shtatlari bundan keyin TTP'ni bekar qilib etsinlərdi və shundaqmı? Bundan keyin Dünya Savdo Tashkiloti qanday muomala qilish kerak Amerika Qo'shma Shtatlari degan masala ustida ketyapti. Ikkinchi, Dünya Savdo Tashkilotida Amerika arz qilgan davlat qaysi davlat? Jungo. Jungoning ustidan Amerika Qo'shma Shtatlari sobiq prezident Obama davrining oxirgi mezgilida 16 qatim arz qilgan edi. Endi Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoning ustidan Dunyo savdo tashkilotiga arz qilmaydi. Bunday avorchilikni qilib yurmaydi. Bevosita o'z oldiga jazolar berdi. Tushundingizmi? Turan efendi, nima deyapti bu yerda? Bundan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Dunyo savdo tashkilotiga Jungoning ustidan arz qilmaydi. Agar savdo tijorat sohasida masala chiqar ekan, Amerika Qo'shma Shtatlari o'z oldiga jazolar berdi. Jungo derdini so'zlaydigan yer topolmaydi. Dunyo savdo tashkiloti hukm qilgandimi, Amerika Qo'shma Shtatlari ijro qilmaydi. Men kimdan qo'rqaman? Bu prezident Trumpning pozitsiyasidir. Ikkinchi, TPP savdo kelishimini bekor qilish, Shimoliy Amerika erkin savdo kelishimini qayta suhbatlashish, amdilikda Dunyo savdo tashkiloti bilan orani judo qilish bu prezident Trumpning yer sharilashish qarshi turishning mazmut tashlangan 3 qadamidir. Prezident Trump davlat majlisiga bergan dokladida bunday ko'rsatdi. Navbatda biz tovar mallarni eksport qilsak, boshqa davlatlar bizning tovar mallarimizga intayin og'ir boj qo'ydi. Lekin chet el shirkatlari Amerika Qo'shma Shtatlariga elib kirgan tovar mallarga biz go'yo degidek har qanday xarajat talab qilmaymiz, bojmi qo'ymaymiz degan ma'noda so'zlayapti. Men yangi davlatimizning cho'ng bir shirkatining boshqaruvchi xodimlari bilan ko'rishdim. Ular faxrlangan holda mundaq deyishdi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandoshlar.